Hozir Turkiyada o'ynayotgan markaziy hujumchilar ichida bir yashirin qahramon bor. Uni hech kim tanimaydi. Shomurodov. Ha, Başakşehir'da o'ynaydi. Ha, to'purarlik bo'yicha yetakchilardan Shomurodov. Romada. Ha, Romadan keldi. Agar hech kimni topa olmasa, Fenerbahçe Shomurodovni olish kerak. Tezkor. Driblingi bor. Gol urishlari, havodagi o'yini bo'ldi. U Lewandowski emasdir. Gap yo'q. Balki Osimhen ham emasdir. Bunga ham gapim yo'q. Ammo En-Nesridan yaxshiroq, Abrahamdan ham yaxshiroq. Men nima dedim? Aynan uni ol demayapman. Agar boshqalarni olib kela olmasang, shu futbolchiga bir qarab qo'y. Turkiyaga moslashdi, haqiqiy jentelmen. Haqiqiy jentelmen. Juda professional, tarbiyali, bizga shunday futbolchilar kerak. Bu savolni Turkiyadagi barcha murabbiylarga beryapman. Başakşehirning markaziy hujumchisi Shomurodovmi yoki Abrahammi? Shomurodov, bunga shubha yo'q. En-Nesrimi? Shomurodovmi? Savol beryapman. Siz Shomurodovni yoqtirar ekansiz? Men juda yoqtiraman. Yo'q, Shomurodov bu Osimhen emas, albatta. Lekin uning faoliyatini Osimhenniki bilan taqqoslasa bo'ladi. U Romada o'ynadi. Unisi Napolida o'ynadi. Abrahamning o'rniga ham kelishi mumkin edi. Og'ayni albatta Shomurodov. Men senga nima deyapman? Fenerbahçe prezidenti Saadettin Saran. Meni eshit, og'ayni. Agar mavsumning o'rtasida yaxshi ketadigan bo'lsang, o'zi yaxshi ketyapsan, ko'rinyapti. Bitta markaziy hujumchi kerak. Qiyin variantlarni nima qilasan? Lewandowskini qo'lga kirita olmaysan. Qo'lga kiritsang, ajoyib. Shomurodovni ol, rohatlan. Qancha kerak bo'lsa to'la. Başakşehir uni sotadimi yo'qmi, bilmayman. Ol va rohatlan. Shomurodov bugun Turkiyada eng zo'r 4 ta hujumchilardan biri, shubhasiz.